Agar rostini aytsang, har kuni qancha vaqt scroll qilasan? Bitta video 10 taga, 10 tasi esa 1 soatga aylanadi. Va sezmay qolasan, vaqting, energiyang va diqqating yo'qoladi. Doom scrolling zararsizdek tuyuladi, lekin u asta-sekin diqqatingni so'rib oladi, intizomingni va hayotingni. Shuning uchun uni butunlay tashlashga urinish o'rniga eng aqlli yo'li uni almashtir. Uni seni rivojlantiradigan hobbilarga almashtir. Hayotingni yanada mazmunli va maqsadli qiladigan mana boshlashing kerak bo'lgan 7 ta hobbi. Agar doom scrolldan qutulmoqchi bo'lsang, birinchisi jang san'ati. Doom scrolling miyani zaiflashtiradi. Jang san'ati esa uni charxlaydi va diqqat talab qiladi. Intizom va nazorat. Bu boks yoki Braziliya karatesi bo'ladi yoki Muay Thai. Sen shunchaki urushni o'rganyapsan. Sen xotirjam qolishni o'rganyapsan. Aniq fikrlashni va maqsad bilan harakat qilishni. Bu haqiqiy ishonchni shakllantiradi. Internetdagi tasdiqdan emas, balki real hayotda nimalarga qodir ekaningni bilishdan va buni his qilganingdan keyin scrolling vaqtni bekorga sarflashdek tuyula boshlaydi. Ikkinchisi, fotografiya. Doom scrolling seni hamma narsaga befarq qilib qo'yadi. Fotografiya esa buni teskarisini qiladi. U seni hushyor, oddiy narsalardan go'zallikni, yorug'lik va soyalarni ko'ra olishga o'rgatadi. Ranglar va teksturalar, odatda e'tibor bermaydigan narsalarni, boshqalarning hayotini shunchaki tomosha qilish o'rniga sen o'z hayotingni tasvirga ola boshlaysan. Sen hozirgi vaqtda ko'proq yashaydigan va kuzatuvchanroq bo'lasan. Biroq maqsadli bo'lib va vaqt o'tishi bilan o'z hayoting hikoyasini yaratasan. Boshqalarnikini shunchaki tomosha qilish o'rniga. Uchinchisi, fitness. Doom scrolling seni bir joyda ushlab turadi. Fitness esa seni harakat qilishga majbur qiladi, ayniqsa tana vazning bilan. Sen rivojlanishni qadamma-qadam o'rganasan. Oddiy harakatlardan oldin imkonsiz tuyulgan murakkab harakatlargacha. Bu intizom va doimiylikni shakllantiradi va tanani his qilishni telefonda soatlab sarflash o'rniga sen o'sha vaqtni o'zingni kuchliroq va qobiliyatli versiyangni yaratishga sarflaysan. Bu vaqtingni qaytarib olishing uchun eng to'g'ri yo'l va uni ko'rinadigan natijaga aylantir. To'rtinchisi, ovqat pishirish. Sen shakllantirishing kerak bo'lgan odatlardan biri. Ma'nosiz scrolling o'rnini bosish uchun kontentni shunchaki iste'mol qilish o'rniga sen haqiqiy narsani yaratyapsan. Bu sabrni, detallarga e'tiborni va intizomni o'rgatadi. Ijodkorlik va tartiblilikni. Doom scrolling asta-sekin yo'q qiladigan barcha sifatlarni va foydalari buning bilan tugamaydi. Sen yaxshiroq ovqatlanasan va o'zingni yaxshi his qilasan. Ko'proq energiyang bo'ladi va doim ovqat buyurtma qilmaganing uchun pul tejaysan. Bu oddiy o'zgarish, lekin 1 soatingni scroll qilish o'rniga hayotingni yaxshilaydigan mahorat qurishga sarflaysan. Har kuni. 5-si, dizayn. Ko'pchilik soatlab chiroyli joylarni tomosha qilib scrolling qiladi, setup va lifestyle'larni, lekin o'zinikini yaratmaydi. Dizayn esa buni o'rgatadi. Bu xonang bo'ladimi, stoling yoki digital loyihalaring bo'ladimi? Sen boshqalarnikiga havas qilish o'rniga o'z muhitingni shakllantira boshlaysan. Boshlash uchun ko'p narsa kerak emas. Hatto kichik o'zgarishlar ham muhitni yanada maqsadli qilib ko'rsatadi va ilhomlantiradi. Sen iste'mol qilish o'rniga yaratishni boshlaganingdan keyin scrolling o'z-o'zidan kamroq qiziqarli bo'lib qoladi. 6-si, kitob o'qish. Scrolling diqqatingni davomiyligini buzadi. Kitob o'qish esa uni tiklaydi va diqqatingni mashq qildiradi, fikrlashingni yaxshilaydi va g'oyalarni tushuntirish hamda yetkazib berish qobiliyatini kuchaytiradi. Bir qisqa videodan boshqasiga sakrash o'rniga sen bitta narsaga diqqatingni jamlashni o'rganasan va vaqt o'tib bu fikrlashingni o'zgartiradi. Qanday gapirishingni va dunyoni qanday ko'rishingni. Bu sokin odat, lekin doimiy scrolling uchun eng kuchli alternativlardan biri. 7-chi, did shakllantirish. Doom scrolling esa passiv iste'mol. Algoritm nima bersa shuni qabul qilasan. Did shakllantirish esa buni teskarisi. Bu maqsadli, nimani tinglashni o'zing tanlaysan. Nimani tomosha qilishing, nimani kiyishing va o'zingni nimalar bilan o'rab olishing. Seni aks ettiradigan playlistlar yaratasan. Seni ilhomlantiradigan filmlar tomosha qilasan. Vaqt o'tishi bilan didingni shakllantirasan. Trendlar tomonidan boshqarilish o'rniga sen o'z shaxsingni shakllantirasan va bu o'zgarish yashash tarzingni o'zgartiradi. Doom scrolling shunchaki yomon odat emas. Bu sen qurishi mumkin bo'lgan hayotdan o'g'irlangan vaqt, lekin undan o'zingni majburlab chiqa olmaysan. Sen uni yaxshiroq narsa bilan almashtirib yengsang, mahoratlaringni rivojlantiradigan narsa bilan fikrlashing va shaxsingni rivojlantiradigan hammasini birdan qilish shart emas. Shu ro'yxatdan bitta hobbi tanla va bugun boshlagin. Chunki scrollingni to'xtatgan har bir soat hayotingni qaytarib olgan 1 soatidir. Doom scrolling haqida kommentariyadan bilib olishingiz mumkin.